زيارتنا وسقنا وجعلنا من المسلمين Hoca Parvardigara, o'zing bergan ne'matlar bilan yedirding, ichirding, to'ydirding. Avvalambor kalom sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qo'llariga. Payg'ambarimizning haq xizmatida Hazrat Payg'ambarlar to'rtchoy sahobai ikromlarga, o'tmishdagi arvoh tavbalarimizga, umidvorlarimizga baxshida qildik. Alloh taolo bu ehsondan qabul bo'lgan bu nozi ne'matlardan ajr savoblarni ko'p ko'paytirib, qiyomat kunida boshlarimizga soyabon bo'ladigan darajatlardan qilgan. Hojilarda anijonlari sog' bo'lsin, katta kichik oshnalarimiz bilan mana alhamdulillah hajlarga borib keldik. Yana katta hajlarga borgani nasib qilsin. Anijonlar sog' bo'lsin, ehsoninglarni Alloh taolo o'zi qabul qilib aylasin. O'zingdan begona qilib qo'ymagin. Anijonlari sog' bo'lsin, uydami, barisadami, shifoxonadami kasallar bo'lsin. Alloh shifo kamol ato etgin. Najotganlarga najot bergin. Hajda barakatli xonadonlardan qilgan, xonadonimizda islomda bardavom qilib, islom chirog'ini o'chirib qo'ymagan, hammalaringdan Alloh rozi bo'ladigan bandalar qatorida qilgan. Anijonlarimiz sog' bo'lsin. Alloh shifo kamol ato etgin, bemorlar bo'lsin. Najotganlarga najot bergin, Parvardigor o'zingdan begona bo'lmagan, hali borolmagan armondalarni salomlarini yetkazing. Alloh taolo bularni ham Alloh chaqirgani nasib qilsin. Ziyoratlarni qilib, bizga o'sha to'planishib, bir-birlari mana diydor ko'rishib, qiyomatda do'st oshna-g'ayna shunaqa hojilarda alohida ajr bor ekan. Alloh taolo shu ajrlardan sizlar bizlarga nasib qilsin. Parvardigor, bitta oila bo'lib borib keldik. Alloh taolo hifz himoyasiga olsin. O'zingdan begona qilib qo'ymagan hech bir shaxsga, hech bir mahluqotga muhtoj qilmagin. Oxirgi damimizda gavhari imom bilan o'tmoqni nasib aylagin. Sallallohu taala va sallama ala xayri xalqihi Muhammad va ashabihi ajmain. Rahmatika ya Rabbal Omon bo'linglar hammanglar. Alloh fayz barakat bersin. Choylar damlagan, mehnat qilishib, sog' bo'lmasdan mehnat qilyapti. Shu fayzli xonadonga yana ham fayz bersin. Bizga o'xshagan hojilar kelib, chiroyli holatda shu mehmon bo'lib ketishlikni Alloh nasib qiladi. Niyati maqsadlariga, topgan tutganlariga Alloh baraka bersin. Alloh